Kun dünya çempionatının qo'lo baygesi. Andan sırtqari 2020-yılı Tokyo'da o'tgan Olimpiada o'yinlarining qo'lo medalisi. Olimpiadadan qo'lo medal jengish o'zi qanchalik qiyin ekanligini bilamiz. Demak, Saken Bibiansonov jo'nako'y sportchilardan emas, al bizning ekendeshimizga bir to o'lele masalalarda jaratchiday. Alğaçqı raund o'shantib ketdi. Jengil salmoq chemberdik negizdan bu salmoq chemberdigi Üçüncü raundga жетip keldik. Esingizlarga salom o'taylik. Bu bugungi kundagi 6-chi bettesh ekanini aytib o'taylik. Altida dag'i 3 bettesh bor. Alardan ichidan eng ma'lum bettesh bu albatta Samat Abdurahmanovning bettesh ekanligini dag'i belgilaydi. Ildamdıq dağı da olsa hazır iki tarafdan güçötülük жақшы. Adlet Qaçqınbekov hazır жақшы. Eng so'nggi 40 sekund vaqt Qo'rg'onuvda miqti. Adlet Qaçqınbekov 2024-yildagi Qirg'iz Respublikasining chempionatini qarasak, anda 51 kilogramdagi chemberdikda Anvarjon Xo'jayev jengishda qamstagan, ikkinchi o'rinda Jengish Upatov, uchinchi o'rinda Yasur Talaybekov, yana Bekzat Ergeshevlar jang olganlar. 54 kilogramda chemberdikda birinchi o'rinda Zafarbek Kamolov, ikkinchi o'rinda Azizbek Xo'jayev, uchinchi o'rinda Nurjek Tushobayev bilan tag'iraga shol yurishda harakatni ko'rish kerak. O'ng qo'l bilan dag'i bir so'qqi. Aqrindab menimcha 6-raundda deylik so'ngini chiqib qoldi. On 53-60. Judges number 2, 53-60. And judges number 3, 55-58. By unanimous decision, Saken Bibiansonov.